Bugungi bu temamiz Hristiyan bo'lgan ba'zi kishilarning qandoq musulmon bo'lganligi to'g'risida bo'ladi. Bundaq desak, albatta bir Hristiyan chiqib, "Voy, uni nima sayron qilarliq? Bizdan dinlarga kirganlar bo'lsa, sizlardanmi Hristiyan diniga emas, boshqa dinlarga kirib ketganlarmi bor-ku?" deyishi mumkin. To'g'ri. Bu shundoq. Biroq sen insof nazari bilan qarab boqquncha, islomdan boshqa dinlarga o'tib ketayotganlar kimlar? Hristiyanlardan islom diniga o'tganlar kimlar? İslamdan yat dinlarga o'tib ketayotganlar yo dinidan, yo dunyoliqidan nasibasi yo'q, yo elga, yo o'ziga foydasi tegmagan, o'z tarixini, dinning narxini bilmagan manqurtlar. Arzimagan dunyoga oxiratlikni sotgan ahmoqlar. Boshqa dindan islom kirayotganlarcha ularning olimlari, o'qimishliklari va poplari va yoki ularning cho'lpon qilib boshlarida ko'tarib cho'qinib yurayotgan mashhur kishilar ekanligi hech kimga sir emas albatta. Albatta dinimiz islom ular bilan emas, balki ular islom bilan faxrlandi va azizlikka erishdi. O'zlariga agishib ibodatxonalarga borganida oylik maosh berdiganligini, haqsiz davolanishdan bahramand bo'lganligidan iborat dunyoviy narsalar va'da qilinib, o'zlariga chaqirayotgan botil dinlar qarshisida muqaddas dinimiz islomga Allah ato qilgan saf fitrat ichida qalbi saf, haqni izlanguvchi kishilar to'p-to'pi bilan kirib kelmoqda. Eşhedü en la ilahe illallah. Takbir! 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 Yusuf Asnas. Uning da'vat qilishi bilan Yevropada ko'plagan kishilar islom diniga kirmoqda. Uning Germaniyadagi bir leksiyasida zalda o'tirgan 1250 kishining musulmon bo'lganligi Allohning uningga bergan qobiliyatini ko'rish bo'ldi. Qani undaqda uning hikoyasiga birlikda quloq solaylik. Islomga kelishimdan avval kishilarni nasoralikqa da'vat qilatdim. Nagil bormay Injilimni o'zim bilan olib yuratdim. Bo'ynimda salib, ya'ni kiris, beshimda bo'lsa kepka yoki shilapa bor edi. Uningga Iso bizning Rabbimiz deb yozib qo'ygan edim. Bilamsiz, shu vaqtda shu holatimning qanchalik kulkilik ekanligini o'ylab ham ko'rmagan ekanman. Islom haqida ko'proq bir narsa bilishimga yordam bergan shu insonni uchrashishimdan ilgari mening islom va musulmonlar haqidagi tushunchalarim bakmi yomon edi. Hatto dadam menga bir musulmon bilan tijorat boshlashimizni aytganida men yo'q, qat'iy bunda qilg'il bo'lmaydi. Yo'q, bu musulmonlar terrorchi. Ular bosqinchi. Ular o'g'ri va ular Tangriga ishonmaydi. Uning o'rniga sahrodagi bir qaroyga sig'inishidi va kunda 5 qatim yerni so'yishidi dedim. Men bo'lsam islomni shunday tasavvur qilardim. Qandoq ham yomon xayollar. Va yana ayollar va bolalar bilan qandoq yomon muomalada bo'lganligini aytdim. Men o'ylaydimki, xuddi ular hammani qamashni xohlaydigandek. Dal bular mening tushuncham edi. Aslida men Misrlik bir kishi bilan tijorat boshlag'uchilik, men hech bir musulmon bilan uchrashib boqmagandim. Shu Misrlik olijanob insonni birinchi qitim ko'rganimda to'liq ajablandim. Chunki men kutayotgan inson uzun kiyim kiygan, ustidan qor chakmal tashlangan, beshida bo'lsa katta salla yoki raq bilan o'ralgan. Mana bundoq ulanma qashliq, shundoq g'azab bilan qaraydigan, yonida doim qilich va xanjar ilib yuradigan, xuddi Oyatulloh Humayni kabi yoki shundoq bir edi. Ammo uni ko'rganimda butunlay hayron qoldim. U odatdagidek sodda kiyingan, boshqalardan uncha farq qilmaydi. Va darhol o'yladim. Bir o'yin o'ynayman. Men uni xristianga aylantiraman. Mana shu mening planim edi. Uni xristianga aylantirish. Lekin Alloh taolaning tadbiri umuman boshqacha bo'lgan edi. Bir kuni uni nasoronlikka da'vat qilayotgan vaqtimda mendan Injil haqida savol so'radi.
Men javob berdim. Aşı vaqtda uyimga bir katolik ruhaniysi kelish kerak edi. Men bo'lsam protestant edim. Vaholanki bu ikkisi boshqa din. Keyin bo'lsa dadam boshqa injil bilan keldi. Shundoq qilib men o'z injilim bilan, dadam boshqa injil. Katolik ruhaniysi bo'lsa boshqa injil edi. Hammamiz o'ltirib u musulmon kishi bilan suhbatlashmoqchi bo'ldik. Ammo keyin qaysi injil to'g'ri, qaysi biri deb o'zaro talash tortish qilib ketdi. Bayqi musulmon bo'lsa bizga tikilganicha hayron holda o'tirdi. Tushunyapsizmi? Biz uningdan sizlarda Qur'onning necha varianti bor deb so'rag'inimizda u faqat bir tal deb javob berdi. U yilg'icha arab tilida mukammal saqlanib qolgan. Hech narsa tushib qolmagan. Hech qanday so'z, hech qanday bat, hatto bir nuqta ham qilib qolmagan. Keyin menda boshqa fikr tug'ildi. Kelinglar uning bilan Tanrı to'g'riliq munozirlashaylik dedim. Va Abdullah başlashimizda u bizga muqaddas uchlikni tushuntirib bera olasizmi dedi. Keyin uningga buni tushuntirish uchun ko'plab misollarni keltirdik. Lekin hech biri yaxshi javob bo'la olmadi. Keyin bo'lsa uningdan sizlar Tanrını qanday tushunsizlar deb so'rdik. U bo'lsa shunday javob berdi. Bakladi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: A'udhu billahi minashshaytonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Bilamsiz, uning dalillari shu qadar kuchli ediki, biz mana bundoq og'zimiz ichib o'tirib qoldik. Ta'riflashga til ojiz. Uning ma'nosi shu qadar go'zal ediki, kashki hamma buni bilganida. Alloh u ahad, yagona va yolg'izdir. Naqadar ajoyib. Hozircha ko'p insonlar mendan nasara bo'lgan vaqtingizda nimalarni his qilardingiz? Nasara bo'lish qanday bo'lgan va diningiz haqida shubha qilishga nima sabab bo'lgan deb so'rashdi. Haqiqatda hayotimning bir nuqtasiga qadar noiti cho'nqur e'tiqodli xristian bo'lgandim. Nasaralik mening borligim edi. Ammo keyin Injildan bir muncha xatoliklarni tepishga boshladim. Bu noiti zo'r xatolik edi. Aynan shular mening shubhalanishimga sabab bo'ldi. Allohning borligiga shubha emas, balki Injil haqida. Islom haqida ko'p o'ylanayotgan vaqtimda katolik do'stimning islom o'tganligini oldim. Katolik ruhaniysi musulmon bo'lgaydi. Va la ilaha illalloh shar Muhammad rasul. Men ishonmadim. Ayolimga aytganimda bo'lsa, u ham musulmon bo'lishga qiziqayotganligini bildirdi. Men sukut edim. Keyin Misrlik musulmon bilan yana bir qitim gaplashib ko'rgim keldi. Shunday qilib uyimizning sirtida birga sayl qilgach, men uningdan oilam, men bordigan nasara jamoat, Injil va Qur'on haqida ko'plagan savollarni so'rdim. Chunki nima ish qilish kerakligi to'g'risida beshim qatqaydi. Men uning nima ishga musulmon bo'lmaysiz deyishini xohlaydim. Ha, dal shu so'zlarni aytishni o'ylaydim. Lekin hikmatini qarangki, donoliqni qarangki, u shundoq dedi. Bu ish siz bilan mening o'tirimda emas, siz va ayolingiz yoki siz bilan dadingiz va yoki siz bilan nasoralar o'tirsidagi ish emas. Balki bu siz va yaratuvchi o'tirsidagi ishdir. Shuning uchun siz uning o'zi bilan so'zlashing. Endi buning qarang. Bu kishi, "Ya Alloh, bularni o'zing hidoyat qil" deb duo qildi. Ammo sizlar menga agishinglar demadi. U Allohning xoligini bo'ladi dedi va biz uchun yosh to'kdi ham. Va ibodat qilg'il ketdi. Men bo'lsam peshonamni yerga qo'yib aytdim: "Ey Alloh, agar bor bo'lsang, meni hidoyat qil." Kim beshimni ko'tardim. Va haqiqatda Allohning borligini tushundim. U yeganidir, la sharika la. Uning sheriki yo'qdir. Tushundimki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning haq va oxirgi payg'ambari. Va nimali bo'lmasin, men uningga agishishim kerak. Umuman boshqa tanlash ham, boshqa yo'l ham yo'q. Mundaqla esa mening tarixim universitetning 1-yil boshlandi. Ko'p ishlar yuz berdi. Shu yili nihoyat qiyin bo'ldi. Ota-onam ajrashdi. Ishtimam o'lib qoldi. Bu bakmi ig'ir bo'ldi.
Subhanallah. Bir haftada 2 qitim ko'ngilsizlik bo'ldi. Va shu yilning o'zida do'stim ham olamdan o'tdi. Bu yil meni ba'zi narsalar ustida o'ylashimga majbur qildi. Nimishqa men bu yerda? Hayotning ma'nosi nima? Nimaga karvat so'zib yetishning o'rniga atiga o'rnimda turishim kerak? Hayotning ma'nosi haqida o'zimga savol berdim va qandoqdir muqaddas narsa ustida izlanishga boshladim. Avstraliyalik bo'lish suhbatim bilan men nazarimni xristianlikqa qaratdim. Mening 2 xristian do'stim bor edi. Men ular bilan cherkovga bordim. Hayotimdagi eng xunuk lagerlardan biri bo'ldi. Men u yerda kuylarning so'zlarini, hatto yoziqlarini tushunmaydim. Ularning ovozi nihoyat chiroyliqdi, lekin baribir ularning hammasi menga g'alati bilindi va hammasi menga "Tangri seni to'lim yaxshi ko'rdi" dedi. Men o'yladim, Tangri meni yaxshi ko'rdi, lekin u meni ishtimni o'ldirib qo'ydi. Subhanalloh. Shunda qilib men xristianlikning har xil yo'nalishini o'rganishga davom qildim. Masalan, katolik, ingliz cherkovi, babistik, Rossiya va bastirlik. Va har qitim men ulardan nimalarni so'rganimda bir narsani sezatdim. Yana ular qo'lga Injilni olib, "Mana javob shu yerda" deb Injil bilan javob bermaydi. Balki hammasi o'zining fikrini aytadi. Men xristianlikda turli tushunchalarning borligini bayqadim. Ular menga javob berganda bir cherkovdagi rohib o'zining fikrini aytsa, boshqa cherkovdagi rohib umi o'zining fikrini so'zlaydi. Men Injilni bir dona kitob qilib ko'rdim. Bunun turuna nait köplüki meni hayrat saldı. Ayşe yili men may qaçlash o'rnida mishildim. Bu yerda bir hindi bor edi. Bir kuni uning bilan paranglashib qoldim. Men uningdan so'rab, "Bir tushuntirib qo'y, bu pil boshliq erkak kim? Uningda nima ishqa pilning bishi bor?" U menga bu Ganshiya deb javob berdi. Bu menga bakmi qiziqarli tuyuladi. Nima ishqa ayni filning bishi, nima ishqa shirna va yoki boshqa hayvonlarning bishi emas. Xaridorlar benzin qo'yayotgan vaqtda biz uning bilan shu mavzuda paranglashdik. Har doim men buni tushunishga qiynaldim. Shu sababdan men boshqa dinlarni o'rganishni davom qildim. Mening Mormon degan do'stim bor edi. Ularning yo'linishi menga to'g'ridek tuyuldi. Ularning yo'li xil astoydil edi. Masalan, spirt va koffein ichilmaydi. Afsuski men ko'pchilik so'ygan Coca-Cola'dan voz kechdim. Lekin men baribir dinni qabul qilish masalasida to'xtab qoldim. Texi biror isbot ko'rmasdan turib, nimaga bu qoidaga rioya qilishim kerak dedim. Shuning bilan birlikda men iodalizmni ham o'rgandim. Abu Bakr bo'lishimdan ilgari men Rubbin edim. Kinolarda Rubbin Station deganlarni olganmidingiz? Balki men shularni birdirman deb o'ylab qoldim. Lekin baribir men izlagan dinni topolmadim. Va oxiri buddizm diniga diqqat e'tiborimni qaratdim. Bu dinni qabul qilsam kerak deb o'ylab qoldim. Bu dinning agashuvchilari nihoyat ig'ir bisiq, dunyo suyar, tabiat bilan uyg'unlikda yashaydigan odamlar edi. Ular menda shunday ta'sirot paydo qildi. Lekin bu dinni o'rgangan sari bu din Tangrining dini emas, balki bir odamning falsafasi ekanligini ko'rdim. Bir xristian do'stim mendan so'radi. O'rgangan dinlarni menga aytib boq. Men sanashga boshladim. Iodalizm, xristianlik, buddizm, u so'rdi. Islomni o'rganmadingmi? Islom? Ular terroristlar. Ularning dinini o'rganmanmi? Ular vahshiy odamlar-ku. Ularning dinini qarab nima qilaman? dedim. Ammo kunlarning birida men baribir masjid oldiga keldim. Ha, shundoq. Men nihoyat izlangich edim. Men ishga kirdim. Oyoqlarimni kiyib to'p-to'g'risiga kirib keldim. Gilam ustida bir birodar namoz o'qib turardi. U sajdaga beshini qo'yganida men uning ustidan o'tib ketdim. Tas qoldim deb qo'yishga. Subhanalloh. Men nima qilayotganligimni ham tushunmaydim. Men atrofga qarab Abu Hamza birodarni ko'rib qoldim. Balki uni tunislar, u bu yerda bir qancha qitim dars o'tgan. Subhanalloh. Men uni saqolli ota deb chaqirman. Mashallah, uning saqoli nihoyat cho'ng. U meni oldimga keldi va men qo'rqqanimdan bugun men o'laman deb o'yladim. Mana mening hayotimdagi oxirgi kun. Men o'ldim. Men labinlankdagi oqtanlik. Nima ishim bor edi bu yerda? Bo'ldi, mening kunim tugadi. U mening oldimga xuddi hozir cho'ldan kelgan odamdek keldi.
uzun plashliq va soqolliq. Subhanalloh. Uning aytgan birinchi so'zi: "Salom do'stim, qayerga ketyapsan?" Subhanalloh. O'ylamaganda uning illiq kutib olgani meni to'liq xursand qildi. Ular bo'lsa meni choy, tatlı yemekliklar bilan mehmon qiladi. Men bunday ishni umuman ko'rmagandim. Balkim bu masjidda faqat tatlılar uchun boratdim. Albatta din uchun ham. Men bostirlarga, ruhoniy rohiblarga bergan savolimni ularga ham berdim. Va subhanalloh, menga ta'sir qilgan tarafi ular shunchalik javob berib qo'ymaydi. Aksicha Qur'onni ilib, "Mana o'qib ko'r" deyishadi. Va u yerda javob bor edi. Har qitim men savol bergan vaqtimda shundoq bo'ladi. Men qiyinroq savollarni berdim. Nimishqa ayollar ro'mol o'raydi? Nimishqa menga 4 ta xotin ilish mumkin-ku? Ayollarga 4 erga tegish mumkin emas? Men bu savollarga javob berishni xohlaydim. Har qitim ular Qur'on orqali javob berishadi. Bu holatda men bir oz tushkunlikka tushdim va bir birodardan so'radim. Sen menga aytib boqqincha faqat o'z fikringni aytishingni xohlayman. U menga shundoq dedi. Allohning so'zi bu yerda turganda qandoqsiga men o'z fikrimni aytay? Subhanalloh, uning gapida men bak ta'sirlandim. Shuningdek men ulardan Qur'onni so'radim. Men ularga Qur'onni hurmat qilishga va'da berdim, lekin o'ylagan ishimni ularga aytmadim. Qur'onni uyimga akilib o'qishga boshladim. O'qiyotganlarim kimlarningdir tarix emas, kimlarningdir bizlar ko'rsatayotgan yo'l ekanligini ichimdan his qildim. Bir kuni men ruhiy his qilishni qaror qildim. Va sham yoqdim. Perdelarni tartib aynakni ochdim. Men bu ruhiyatni his qilishni xohlaydim. Melbournda ajoyib yoz kechasi edi. Men o'ltirib o'ylaydim. Mana bu men kutgan kun. Men hamma dinni va dunyo bilimlarini o'rgandim. Misol uchun embriolar shakllanishi, bu ajoyib guvohliklarni biladim. Lekin menga baribir qandaqdir kichik turtki kerak edi. Men tog' garovkida sakrashga tayyor odamdek turardim. Menga bu ilhom bakmi kerak edi. Men jimjitlikda Qur'onni o'qib turardim. To'xtadim va aytdim. Alloh, mana bu mening paytim. Mana men islomni qabul qilishga tayyorman. Menga kerakli narsa bu ishorat. Shunchalik kichik bo'lsa-mu mayli. Belgi ber. Belki azroq chaqmoq ursin, yoki uyning yermi to'kilib tutsin, yoki qandoqdir kichkina narsa sodir bo'lsin. Sen osongo, sen butun yer yuzini yaratgansan. Xulosa men qachon shamdagi soya o'tqa oylinar ekan deb kutdim. Xuddi kinolardagidek. Men aytdim, "Okey, bo'ldi." Va subhanalloh, hech qanday narsa yuz bermadi. To'g'risini aytsam, mening kayfiyatim toza tushib ketdi. O'ltirgan joyimda aytdim. Alloh, mana sening imkoniyating, mana men bu yerda. Hech qanday yer ketmayman. Balkim sen oldirashsan, balkim sen yer sharining boshqa bir tarafisan. Ishlaring ayt ko'pdir. Bu safar mashina ovoz kelsin mayli. Mayli shamdan o't chiqmasin, kichikina ishorat bersan bo'ldi. Mayli osmondan qush tushsin, nima tushishning farqi yo'q, faqat oz belgi ber. Subhanalloh, baribir hech narsa bo'lmadi. Men osmondan biror narsa tushishini yoki tam yerlig'ini ko'rmadim. Umuman hech narsa bo'lmadi. Mening kayfiyatim tushib ketdi. Men o'ltirib o'ylaydim. Endi bo'ldi. Mening islomga yetish imkoniyatim tugadi. Men Qur'onni ichib o'qishni davom qilmoqchi bo'ldim. Va subhanalloh, keyingi sahifada aynan men kutgan ishorat bor edi. Bu yerda shunday yozilgan. Biz yetarlicha ko'rsatmadikmi? Yulduzlarga, quyoshga, suvga qarang. Bu aql egalariga alomatlardir. Subhanalloh. Men alayda guvohlik va alayda isbot talab qilganimda nomus his qilib, yostiq bilan yuzimni to'sib, o'zimni uxlagan silib oldim.
Hamma ishoratlar boshdan borib turib, men alohida ishorat so'rganligim uchun xuddi o'zimni cho'ngchilik qilgandek his qildim. Bu dunyoning mavjudligi, bu mavjudotlar, bu hammasi biz uchun alomatlar. Atsi men musulmon bo'lishga qaror qildim. To'g'risini esa men islomni 6 oy o'rgandim. Shu kun kelganida tushunib, masjidga shahodat keltirish uchun keldim. Men hatto so'zlarni ham nima deyish kerakligini ham bilmaydim. Xuddi namozga ozroq vaqt qolgan edi. Men ishga kirganimda ko'zlarimga ishonmay qoldim. Ichida minglarcha odam bor edi. Men o'yladim. Subhanalloh, qara nima degan kuchli e'tiqod. Masjidlar to'lib ketgan. Kim bilsam bu Ramazonning birinchi kuni ekan. Ramazon musulmonlari, tan olaman. Men bu yerda to'liq hayajon ichida turardim. Men o'rnimdan turdim. Menga nima deyish kerakligini aytishdi. Ashhadu nima? İngilizceni etsem olmamda. Yo'q, faqat arabcha aytildi. Va men atrofga qardim. Ularning uzun soqollariga qarab, agar men fikrimdan qochsam men o'laman dedim. Yana shu qo'rqinch paydo bo'ldi. Ular menga diqqat bilan qarashatdi. Men u yerda bakmi qo'rqdim. Lekin o'rnimdan turib gap qilishni boshlaganimda qo'rqinch g'oyib bo'ldi. Xuddi meng'amning ichiga sovuq suv quyilgandek bo'ldi. Men poklikni his qildim. Men shahodat keltirganimda hamma birodar o'rnidan turib takbir, Allohu akbar deb to'lashga boshladi. Ular meni suyib tabriklashdi. Yilg'icha meni bunchalik ko'p odam suyimgaydi. Ammo tan olaman, bugun nihoyat alayda bir kun bo'lgaydi. Shundoq. Bu ular uchun alayda kun bo'lgaydi. Chunki u endi o'laman deganida uningga hayotlik berilgaydi. Ya'ni hidoyat berilgaydi. İnsan ana qo'rsiqidan bu dunyoga chiqqanida endi o'ldim deb chiqqanda endi hayotlikning boshlanganligini ko'rganidek bu dunyodami yashab hayoti oxirlashganda abadiy bo'lgan hayotga chiqadi. Lekin kimlardir hidoyatga ergishib jannatni qo'lga keltirish uchun tirishsa, kimlardir jahannamga o'tin bo'lish uchun harakatda. Haqiqatan nahni izlanguchilar Alloh tarafga ixlos bilan yuz tutadigan, Allah uni haq dinga hidoyat qiladi. Hidoyatga erishganlar ham iftixorlangan holda butun dunyoga o'zining haq dinga kirganligini jakarlaydi. Lekin ozg'in dunyo matosiga aldangan bichor manqurtlar botilning soyasi ostida ko'klay olmay, bir umr tingirqash, g'uduqush, ansizlik ichida xorliq hayotiga mubtalo bo'ladi xolos. Endi albatta biz tushunmagan savolim shu gapingizdan qildim. Masalan, shu siyosatchilar, xristian bo'lgan siyosatchilar bo'lib qolsa, ularning qanday ishlariga ta'sir etadi ekan? buni siz ma'ni o'ylangda, chunki biz Uyg'urlar bayatın degandek taxi Uyg'ur emas siyosatchilarning qo'llig'idek darajada emas biz. Uyg'urlarningki alqinimiz bo'yicha bo'lgan vaqtida. Shunga Uyg'urlar tayyor emas. Agar ular o'zini shu yerda oshkorlab etsa, ularningki chunki ular o'zini oshkorlamay, o'zining xizmatini qilsa, shunday yaxshi ketib qolgan xizmat ularning o'zini oshkorligini bilan vaqtda ularning xizmatiga ta'sir etsa, vaqtda maqsad bir yoq to'g'ri keladi. O'zini shu yerda oshkorlaysa, ularningki chunki ular o'zini oshkorlamay, o'zining xizmatini qilsa, shunday yaxshi ketib qolgan xizmat ularning o'zini oshkorligi bilan vaqtda ularning xizmatiga ta'sir etsa, vaqtda maqsad bir yoq to'g'ri. Sizlarimiz ko'ratimiz g'arbda yashaydiganlarimiz bor. G'arbda biz alday o'ylasangiz, endi bu g'arb dunyosi sekulyar hokimiyat. Xristian davlati deb ketganim bo'lmaydi, lekin madaniyat shu. Biz ashlarning ichiga singib yashay olamiz. Ama şu anda oylasanız g'arb dunyosi sekulyar hokimiyat. Xristian davlati deb ketganim bo'lmaydi, lekin madaniyat. Biz ashlarning ichiga singib yashay olamiz.